Olmazor profiliga video qo'ydim. Qizlaringlarni oldin tekshirtirib, tishlarini davolatib, keyin uzatinglar. Turch infeksiyalari yo'qmi tekshirib, keyin uzatinglar deb video qo'ydim. Xeytli keldi, ishonasizlarmi? Bir xil onalar yozibdi. Hammasi Allohdan. Meni qizimda turch infeksiya bo'lmagan, lekin nogiron farzand bergan Alloh, hammasi Allohdan. Da, to'g'ri qizlar, hammasi Allohdan. Men nimaga bu gapni aytdim? Qizlar qizlarimizni uzatgandan keyin borgan joyda homilador bo'lgandan keyin tishli hammasi kalsiy yetishmovchiligidan og'rishni boshlaydi. Homilador bo'lgan paytida tish oldirish mumkin emas, lidokainlar mumkin emas, davolatish mumkin emas. Diskomfortda tishi og'rib, og'zidan hid kelib yuradi. Qoni kam, o't pufagida muammosi bor, jigarida, oshqozonida muammosi bor qizlar toksikozi kuchli boradi. Borgan joyida xizmatini ham qila olmaydi, eriga ham qara olmaydi, sulayib faqat uyqudan boshini ko'tara olmay yotadi. Keyin bu yoqadimi? Sizlarga minus bundan. Men shuni nazarda tutib aytgan edim. Keyin yana bitta narsa. Qizlar meditsina tomonidan tasdiqlangan 80% bolalarning nogironligi, hammasi onalarda turch infeksiya, homiladorlik davri yomon o'tishi, anemiya, kalsiy, fosfor, ferritinli yetishmovchiligidan sog'lom onadan sog'lom farzand dunyoga keladi deb bekorga aytishmaydi. Men shuni nazarda tutib aytdim. Yo'q, doktorga borsanglar faqat sog'lom bola tug'iladi, hammasi Allohdan emas deb aytganim yo'q. Juda ham bir xil insonlarning ongi past, juda ham ongi past. Stul qilib mebellar qilishadi-da, lekin tishini davolatishmaydi. Uzatilganidan keyin homilador bo'lgandan keyin tishi og'rishni boshlaydi. Qaynanasiga tishim og'riyapti deydi, stomatologga boriladi. Stomatolog men hozir hech narsa qilib bera olmayman, homilador birinchi 3 oyligi ukolni qila olmayman deb aytadi.